Demak, bu videoyimizda sevgi munosabatlarga bag'ishlangan. Sevgi munosabatlarida sizni nimalar kutyapti? Sevgi munosabatlarda sevgan insoningiz bilan agar gaplashmayotgan bo'lsangiz, urushib qolgan bo'lsangiz, o'rtalaringizda qandaydir so'qchilik, tushunib bo'lmaydigan holat bo'layotgan bo'lsa, nimani o'ylayapti, nima qilmoqchi bilmayotgan bo'lsangiz, hozir sevgan insoningizni aqlida nima bor sizga nisbatan? Agar siz bu inson bilan yangi tanishgan bo'lsangiz, yangi tanishib bo'ladigan bo'lsa, munosabatlar keskin rivojlanyapti. Bitta joyda turib qolgani yo'q va sevgi bor bu yerda. Faqat hali mas'uliyatni olishga tayyor emas. Samimiy sizga nisbatan agar siz yangi tanishgan bo'lsangiz, bu juda normal holat. Agar tanishganlaringizga ancha bo'lgan bo'lsa, demak bu yaxshi emas. Chunki faqatgina sizdan keladigan energiya bilan oziqlanyapti bu inson va sizni mas'uliyatingizni bo'yniga olish niyati yo'q. Oila qurish yoki jiddiyroq qandaydir qadam bosish niyati yo'q. Agar uzoq munosabat bo'lsa. Agar yangi tanishgan bo'lsangiz, bu juda ham normal holat. Munosabat rivojlanyapti. Sevgi, muhabbat, emotsiya bor, samimiylik bor. Qalbida nima bor? Qalbida agar yangi tanishgan bo'lsangiz, munosabatlarni rivojlantirishga bo'lgan xohish, istak, rashq, emotsiyalar bor va oila qurishga bog'liq qandaydir plan bor. Oila qurish, oilasi bilan bog'liq qandaydir vaziyatlar bor, hal qilishi kerak bo'lgan. Agar mana shu muammolarni hal qilsa, keyingi urovingga o'tishi mumkin munosabatlaringiz. Harakati qanday bo'ladi sizga nisbatan? Xo'p, qarang. Harakati juda ham yaxshi. Bu yerda bu inson oilasi bilan bog'liq qandaydir vaziyat bor. Bu vaziyatni hal qilish kerakligini biladi va hal qilishga harakat qilyapti. Va sizdan ko'ngli to'q. Munosabatlaringizda garmoniya bor, sevgi, ehtiros, muhabbat, emotsiyalar juda ham yaxshi. Va oila qurish bilan bog'liq qandaydir plani bor bu insonni. Qandaydir plani bor. Lekin u kelajakda endi bo'ladi. Hozirgi holatda sizni sevyapti, siz o'zingizga tortyapsiz bu insonni. Balkim bu inson oilalik bo'lgan bo'lishi mumkin, ajrashayotgan bo'lishi mumkin oilasi bilan, sevgan insoningiz. Balkim mana shu ajrimni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir oila bilan munosabatni tugatib, ikkinchi marta balkim oila qurishni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hali tugamagan munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, hali yashamayapti, lekin hali ajrashmagan munosabat bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsani hal qilmoqchi, keyin sizga buni aytmoqchi bo'lishi mumkin yangi tanishgan bo'lsangiz. Agar uzoq munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, anchadan beri masalan bu turmush o'rtog'ingizni tanlagan bo'lsangiz, bu variantga o'rtalaringizda ajrim bo'lishi mumkin. Bu inson yangidan boshlamoqchi hayotini, sevgi, muhabbat xohlayapti. Tugashi kerak bo'lgan munosabatlar bu yerda tugaydi. Rivojlanmayotgan munosabatlar, ancha yillik munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, tugashi mumkin. Va unga ham sizga ham yaxshi bo'ladi. Chunki hayotingizga yangi bir inson kirib keladi. Yangi sevgi, yangi munosabatlar, his-tuyg'ular, emotsiyalar his qilasiz. Tugashi kerak bo'lgan narsa tugaydi, lekin yangi tanishuv, endi boshlangan munosabat bo'ladigan bo'lsa, bunda juda ham yaxshi rivojlanadi munosabat. Men bu yerda oila buzilishi tarafdori emasman, lekin bu yerda shuni aytyapti. Tugashi kerak bo'lgan, уже tugab bo'lgan отношения uziladi, uzil-kesil hal bo'ladi. U ham siz ham o'z yo'lingizdan ketish kerak, chunki taqdirlaringiz boshqa.
Munosabatlar tugaydi bu yerda. Ajrim bo'lish ehtimoli yuqori. Yangi hayot boshlash uchun balkim kimlardir ajralib ketadi, kimlardir yangi hayot boshlaydi. Bu Allohning taqdiri, biz aralasha olmaymiz, lekin hozirgi vaziyatda mana shunday holat. Xo'p, nima bo'ladi? Oxiri nima bilan tugaydi? Bu sizga juda ham og'ir, agar ajrim bo'ladigan bo'lsa, sizga juda ham og'ir bo'ladi. Sizga juda ham og'ir ta'sir qiladi. Ancha vaqtgacha o'zingizga kela olmasligingiz mumkin. Hech qanday harakat qilgingiz kelmayotgan va norozi holatda bo'lishingiz mumkin va qandaydir sehr bilan bog'liq vaziyatlar bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham hammasi yaxshilikka. Siz bu narsani juda ham og'ir qabul qilasiz. Ajrim. Ba'zilarda xiyonat bo'lgan bo'lishi mumkin. Oila bo'ladigan bo'lsa, uzoq munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, ajrim sababi xiyonat. Nimanidir bilib qo'ygansiz. Turmush o'rtog'ingiz balkim boshqasiga sevgi izhor qilayotganini balkim ko'rib qolgan bo'lishingiz mumkin. Internet orqali yozishganlarini yoki kim bilandir munosabatda bo'layotganini bilib qolib, shuni orqasidan qandaydir urush, janjal, mana shunaqa narsa bo'lgan bo'lsa, ajrimgacha borishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham bu tanlov o'zingizni qo'lingizda. Harakat qilsangiz agar qandaydir natijaga erishishingiz mumkin, lekin baribir norozi bo'lasiz. Munosabatlarda mahkam ushlab qolganingiz bilan sizni xursand qiladigan holat bo'lmaydi. Baribir hayotingizdan chiqib ketishi kerak bo'lgan inson chiqib ketadi. Xiyonat qilib yoki shunga o'xshagan qandaydir sizni juda ham og'ir holatga tushirib qo'yadigan holat bilan bo'lsa ham chiqib ketadi sizni hayotingizdan. Taqdiringizdagi inson hech qachon sizni tashlab ketmaydi, shuni biling. Men o'zimdan nima maslahat bera olaman sizga? Allohga ishoning. Allohning rejalari biznikidan ham mukammalroq. Bizga yomon narsani ravo ko'rmaydi. Nimadir taqdir bo'lmagan bo'lsa, demak, undan yaxshirog'ini Alloh bizga atab qo'ygan. Uni planlari juda ham mukammal. O'shaning uchun Allohdan umidingizni uzmang. Taqdirni buyukligi, taqdirni sizni foydangizga hal bo'lishligiga ishoning va bu sizga juda ham katta foyda beradi. Hali mana aytdim, siz keyingi videoda ko'rishguncha.